Yurtdoshlar, Andijon ahli, hammanglar tuzingizlar. Yangi yil bayramlaringlar muborak bo'lsin. Biz mana Andijon Jidda 1-yanvar kuni uchib keldik. Madinaga kelib, ravzalarga kirib, chiroyli kutib oldi xodimlari. Rahmat hammalariga. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ixlos Travel kompaniyasi yaxshi, o'zimizni milliy taomlar, muomalalari yaxshi. Ravzalarga kirdik, Qubo masjidlariga bordik. Allohga behisob shukr. Mana Makkaga kelib, Makka Madinada kutib olishlari yaxshi, hammalari chiroyli xizmat qilyapti. Mana tovoqlarni qilyapmiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hammanglar tinch bo'linglar. Alloh hammamizni shu yerlarga kelib, tavoqlar qilib, zamzam suvlardan to'yib ichishlikka nasib qilsin. Allohim farzandlarimizni topgan tutganlarga Allohim barakotlar bersin. Hamma yurtdoshlarimizga tilayman bu niyatlarimni. Hammanglar kelib shu yerlarda yuringlar. Bu yerda xizmat qilayotgan opalarga, akalarga, povurlarga hammalariga rahmat. O'zimizni milliy taomlar hammasi. Alloh hamisha madad tarbiyat qilsin, mehnatlari rohat bo'lsin. Bularni ishlarini, rohatlarini ko'rib, chiroyli elda xizmatida yurishaversin. Allohumma ighfir li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rohimin.